Qalbdagi umid. Muallif Qora ko'z. Qo'lidagi boshqa hassani ko'rgan Mahdiya, yigitni chimirilgan qoshlari, jiddiy qarashlari sabab pastga tushish fikridan ham qaytdi. Yigitni jahli nimalarga qodirligini bilmaydi. Ko'rmagani ham ma'qul edi, lekin ko'rishga majbur. Chunki g'azablanishiga o'zi sababchi. Og'ir yutingancha daraxt ostiga kelgan bo'zga yoshlanishga ulgurgan ko'zlarini tikdi. Chuqur xo'rsingan yigit qizga qarab, "Nega endi panda?" deya savol berdi. Qizdan sado chiqmagach, qilgan hazili ancha jiddiylashganini, qizning oppoq yuziga tomgan ko'z yoshlari qalbidagi tuyg'ularni junbushga keltirganini tushuna olmay, qusur topolmagan chehradan ko'zlarini uzolmadi. To'lin oyning nurida daraxt ostidagi yigit va yuqorida unsiz ko'z yosh to'kayotgan qiz. O'ylab o'tirmay sakrash fikriga kelgan Mahdiyani to'xtatdi. Yerga yotqizilgan narvonni olib keldi. Qiyinchiliklarga qaramay, sakramasligi evaziga keltirilgan narvon orqali yerga qadam bosdi qiz. Bo'sning qarshisiga keldi. "Meni kechiring." Tortib olgan hassasini yerdan olib, Nurmuhammad tomon uzatib, hijolatli kulimsiradi. "Savolimga javob bermading." Yuqoridaligida bergan savolini takrorladi. "Men shunchaki haligi..." Chaynalib nima deyarini bilmay qoldi Mahdiya. Bu savolga hatto o'zida ham javob yo'q edi. Qarshisidagi insonga nima deydi axir? Panda emish. O'zing ayyor tulki ekansan-ku. Yana meni pandaga qiyoslashingga nima dey? Oxiri chidolmay kulib yubordi. Miriqib kulganida ko'zidan yosh ham chiqdi. "Ayyor tulki? Shunda men tulkimanmi?" "Senga kim aytdi menga laqab qo'y deb? Endi seni ayyor tulkicha deyman." So'zini tugatib, "Tushundingmi?" degandek qarab qo'ydi yigit. "Bilasanmi, anchadan beri bunchalik miriqib kulmagandim." Mashinaga o'tirar ekan, ikkisi yana kulishdi. Bo'z old o'rindiqdan joy olganda mashina silkinib ketdi. Mahdiyaning shodon kulgisi bosdi mashina ichini. Ortni kuzatish uchun mo'ljallangan oynacha orqali o'ziga jinniga qaragandek nigohini tikib qolgan yigitga tinchlanib izoh berishga kirishdi. "Aynan topib sizga panda laqabini beribman. Mashina silkinganini ko'rdingizmi? Sal qolganda ag'darilib ketardi." Qizni yuzi yorishib, yana kulayotganini ko'rgan Nurmuhammad shunchaki tabassum qildi. Bir nima deb qizni kayfiyatini buzgisi kelmadi yoki uyaltirgisi. Shaharga kelguncha ikkisi ham o'z xayollari bilan band. Mahdiya qilgan ishlari uchun uyalganidan tilini tishlab o'tirgan bo'lsa, Nurmuhammad qizga qiladigan muomalasi haqida bosh qotirardi. Boshdan o'tganlardan qisman xabardor bo'lgan bu yigit qizni ilk ko'rganida yuragidagi bo'shliq qaysidir ma'noda to'lgandek edi. U kimnidir eslatardi. Balki shu sabab qizga yaqinroq bo'lishni istagandir. Balki boshqa sabab. Mahdiya tilidan. Bo'z bilan shahardagi uyga kelganimizda hammaning nigohi bizga qaratilganidan biroz o'ng'aysizlandim. Hamma bizni kutayotganmidi? Bo'sni chimirilgan qoshlarini ko'rgan barcha yana suhbatiga qaytdi. Zaldagi kreslolarda bir nimalar yeb, qizg'in qilinayotgan suhbatiga qaytdi barcha. Ikki kishidan bo'lak. Men tomon kelgan Feruza qulog'imga bir nima dedi. Ammo men anglolmadim. Sababi nigohim jahl bilan menga boqayotgan insonda edi. Said. Nega u menga bunchalar g'azab bilan qaradi? Feruza ikkimiz uchun berilgan katta xonada yolg'iz qolib, o'zimga berayotgan savolim. Feruza bergan savollarning hech biriga javob bermay, charchaganimni bahona qilib, o'zimni yotoqqa tashladim. Ikkita alohida bir kishilik keng yotoqlar. Xursand bo'lgandim xonani ko'rib. Endi ko'zlarimni yumganimda ko'z oldimga Bo'sning yuzi ko'rindi. Tabassum qildim. Oyog'imni ehtiyotlab yotoqqa olib kelganda tutashgan nigohlarimiz, to'q jigarrang ko'zlari, har dam chimirilgan turuvchi qoshlari, faqat o'shanda qoshigacha tushib kelgan sochlari uni juda yoqimtoy ko'rsatgandi. Tavba, nega xayolimdan chiqmayapti bu pandabek? Ket, bor. Boshqa qafasga yo'qol.
Telbadek o'zimga o'zim so'zlab uyg'ondim. Uyquga qachon ketganimni bilmayman. Ertalab yonimdagi yotoqda ko'rpasini yuzigacha yopib olgan dugonamni ko'rib kulib yubordim. Dimiqib qolmadimi deya ko'rpani ko'targanimni bilaman, qayta tortib oldi. Bundan cho'chib hayron qaradim. Feruza soxta jahl bilan yuzini yopgan ko'rpani tortib oldi. Sochlari to'zib, qovoqlari osilgan dugonasiga qarab qiqirlab kuldi. Yuzingni chetdan tomosha qilsang mazza qilarding. Hamma g'am seni bosgandek qovog'ingni uyishingni qara. O'zingni bil, ilk kelganingda mendan battar edi. Gapini davom etolmadi. Chunki noto'g'ri narsalarni aljiragani haqida miyasi signal berdi. Kechir, men bunday demoqchi emasdim. Yuzga tomgan yoshini artgan qiz dugonasiga kulib boqdi. Xafa bo'lmadim. Zero sen haqsan. Gaplaring mutlaqo to'g'ri. Suhbatni shu yerida tugatib, yuvinish xonasiga kirib ketdi. Eshikni yopib qulfladi-yu, yerga o'tirib qoldi. Yodidan chiqqan yarasi qonay boshlagandi. Yillar mobaynida ko'rgan kunlari, his qilgan iztiroblari qayta boshdan o'tgandek bo'ldi. Dasturxon atrofida barcha birdek taomlanayotgani e'tiborni tortdi. Qo'riqchilar ham shu stol atrofida. Katta hovlida bunday holat bo'lmagani sababli karaxt bo'lib qoldi. Barchani nigohi o'ziga qaratilgani bois bo'sh joyga o'tirdi. Yagona bo'sh o'rin Akbarni yonida edi. Bo'sning ko'zi istamasida shu qiz tomon ketavergach, barchaga yoqimli ishtaha tilab o'rnidan qo'zg'aldi. Ma'nosiz sukut ila nonushta nihoyasiga yetdi. Kayfiyati bo'lmagan, bu yerdan allaqachon zerika boshlagan qizlar tushlikda eshitgan xabari sabab ichiga sig'mas darajada xursand bo'ldi. Tush mahali. Javohir, qizlarga ayt. Istagan joylarini tanlashsin. Bugun bayram qilishlariga ruxsat beraman. Kabinetga chaqirilgan yordamchi yigit bilan Bo'sning suhbati shunday boshlandi. Aka, balki keyinroq buni tashkillarmiz. Bilasiz, hozir kuzatuvdamiz. Aynan. Ular yana savdo qilishimizni kutyapti. Biz esa bir necha kun xursandchilik qilamiz. Aylanma kursida o'tirgancha boshini ortga tashladi. Bir necha kunmi? Doim bir kunni rejalashtirar edik-ku. Tushundim boshliq. Birdaniga rasmiy murojaat qilindi. Bunga eng asosiy sabab eshik ortidagi qizni sezgani edi. U yerda turma Feruza. Kira qol. To'g'ri o'tirib, qarshidagi stolga qo'llarini birlashtirib oldi Bo's. Uzr, men haligi gapingizni poylayotganim yo'q. Suhbat tugashini kutayotgandim. Shartmas. Chiqishing mumkin, Javohir. Boshni silkib, yordamchi yigit xonani tark etdi. O'tir u yerga. Oyog'ingni og'ritib turma. Qarama-qarshi tomondagi stolga qizni taklif qildi. 2 kundan so'ng amakingiz bu yerga kelishini aytib qo'ymoqchi edim. Salkam 10 daqiqalik sukut nihoyat yakuniga yetib, qiz bilganini bayon qildi. Ular yangi qiz kelganini biladi va menimcha tanishish uchun kelmoqdalar. Bir nuqtaga qarab, xayol surib qolgan Nurmuhammadni e'tiborini tortdi. Buni natijasida chuqur nafas oldi yigit. Bunday bo'lmaydi. Maxtiyani ko'rmaydi amakim. O'zga gapirdimi yo qarshisidagi qizga? Buni Xudo biladi. Qo'llari g'azabdan mushtuguldi. Senga topshiriq bor. Men aytgandek qilsang barini, singlingni qutqarishga so'z beraman. Feruzaga qarata aytilgan bu so'zlar ko'zlari yoshlanishga sabab bo'ldi. Bir umr xizmatingizda bo'laman. Faqat Ferengizni qutqarsangiz yetarli. Yalinchoq aytilgan bu gap qizni hech qachon xiyonat qilmasligiga ishontirdi yigitni. Maxtiyaga yanada yaqin bo'l. Shunchalar qalin dugona bo'lginki, u senga mutlaqo ishonsin va singlisi qayerda ekanini aytsin. Xonadan chiqishga shaylangan qiz hayron ortiga o'girildi. Keyin men unga xiyonat qilib, sizga singlisi qayerdaligini aytishim kerakmi? Bunday rad etishga shoshilma. Sen amakim haqida bilmaydigan faktlaringni aytaman.
Keyin yaxshilab o'ylab ko'rasan. Labiga bosilgan barmoq olingandan so'ng kipriklari pirpirab, sukut ichra qoldi. Amakim boylik, shon-shuhratni sevadigan, nafsi hakalak otgan inson. Ya'ni chiroyli qizlarni ko'rsa, o'zini tutolmaydi. Hatto bunga urinmaydi ham. Tabiiyki atrofida hamma shunday insonlar yig'ilgani aniq. Odamlarning barchasi hirsiga berilgan. Bunga bir necha marotaba amin bo'lganman. Yuzi burishib, jirkangandek g'azablanib gapirdi. Nima demoqchiligimni tushungandirsan? Endi buyrug'imni bajarib, kelishuvda belgilangandek singlingni olib kelishimni kut. Aytadiganini aytib, Feruzadan avval xonadan chiqdi. Butun tanasida qaltiroq turgan qiz nima qilishni o'ylardi. Bir qizni ishonchini sindirib, singlisini saflariga qo'shilishga sabab bo'lib, birga ulg'aygan insonini qutqarsinmi yoki dugonasiga aylangan qiz uchun yoshligi o'tgan qizni qurbon qilsinmi? Har kim o'z yaqinini o'ylaganidek, Feruza ham shu tomonni tanladi. Ya'ni o'z singlisidek bo'lgan qizni. Qondosh bo'lmasa-da, yonida doim bo'lgan insonni. Aslida uni tanlashiga eng katta sabab shu ahvolga tushishiga o'zini aybdor sanagani. O'tmish. Ferangiz avtohalokat sababli o'lim changalidan qaytganida xursand bo'lgandi. Ammo keyin komaga tushgani haqidagi xabar Feruzani butkul ezib qo'ydi. Har kungi og'ir mehnat sabab qiz ancha qiynalib qoldi. Bir vaqtning o'zida 3 ta joyda ishlash oson emas axir. Saharda mehmonxona tozalash, u yerdan chiqib kechgacha qahvaxonada tozalovchi, idish yuvuvchilik va tunda klubda ofitsiantlik qilish. Saharda esa mehribonlik uyiga borib, charchoq va yuragidagi og'riq bilan uyquga ketish. Vijdon azobi juda qiynardi. Baxtiga qorovul qizni to'g'ri tushunib, eshikni qulflamasdi. Feruza ham bu insondan juda minnatdor edi. Hozirgi kun hamma birdek ishlay boshladi bu uyda. Nochora yashagandan keyin qilishadi-da. Qizlar, qizg'in bo'layotgan suhbat Javohirni ovozi sabab buzildi. Bugun kechga va ertaga uchun reja tuzinglar. Xursandchilik qilamiz. Shu gapni kutib turgandek qizlar qiy-chuvni boshlab yuborishdi. Kechga yaqin kelishilgan va rejalashtirilgan joyga tayyorgarlik boshlandi. Yasan-tusanda qizlarga yetadigani yo'q. Bu uydagi qizlar ham oliftalikdan mustasno emas. Kun bo'yi faqat suhbat qurgan bu go'zallar borar manziliga 1 soat qolganda shoshib qoldi. Hammadan chetda befarq, hissiz atrofidagi ishlarga e'tiborsiz bo'lgan Mahdiyadan tashqari. Yur Mahdi, senga ham kiyim tanlaymiz. Yoniga nogoh kelgan Feruza qizni qo'lidan tortqilay boshladi. Kerakmas, men bormayman. E'tirozlar qabul qilinmaydi. Bu seni bu gapingni eshitsa bormi? Chimirib aytilgan bu so'zlardan qizning miyasida faqat bo'z so'zi aylana boshladi. Jahldor, mehribon panda. Xayolidan o'tgan gapga kulib qo'ydi va hayratdan ko'zlari olaygan dugonasiga jiddiy qarab qo'ydi. Tungi klub. Soat 8 dan oshgan vaqt. Bo'z hammadan avval bu yerga kelib, alohida xona tayyorlatgan. Xonada barcha qulayliklar bor bo'lib, avvalo begonalarni ko'zi tushmasligi ta'minlangan. Musiqa uchun katta kolonka, mikrofonlar ham keltirilgan. Ha, qizlar qanday vaqtichog'lik qilishini bo'zdan yaxshi biladigan inson yo'q albatta. Barcha tayyor bo'lib, mashinalarga joylashar ekan, Feruza nimanidir izlab, xonama-xona daydib chiqdi. Feruza, mashinalar ketyapti, bo'lsangchi. Ilk mashina darvozadan chiqqan soniyada betoqatlangan Mahdiya dugonasini shoshirdi. Mana bo'ldi. 3-chi mashina ham uyni tark etganda Feruza tilini tishladi. Nigohini hissizlik qamrab olgan Mahdiya sukut saqlab turar edi. Xafa bo'lishga asos yo'q. Sababi klubdagi yerga borishni istamagandi. Ammo qiziqish paydo bo'lgani ham yolg'on emas. Hamma ketganiga ishonib, uyga qayta kirayotgan 2 qizni ko'zi Saidga tushdi-yu, taqataq to'xtadi. Ko'z urishtirib olgan qizlarga tushunqiramay qarab qolgan yigit darvoza yopilganini ko'rib chuqur xo'rsindi.
Bormadingizmi? Aniqrog'i qolib ketdik. Berilgan savolga tezgina javob bera qoldi qizlardan biri. Hali ham jim turgan Mahtiyaga o'girilib, "Endi istaganingdek vaqtliroq dam olamiz", dedi. "Istasangiz men olib borib qo'yishim mumkin." Qo'l soatiga bir nazar tashlab, yana qizlarga yuzlandi. "Rostdanmi?" Tilidan chiqqan bu so'zni ma'nosini tushunib tez yana yerga qarab oldi. Hozir o'ziga tushunmayapti. Ko'pchilikka qo'shilishni istamaydi, shovqin suronni yoqtirmagani uchunmi? Ammo qiziqish ustunlik qilayotgani aniq. Hatto unday joyni tasavvur ham qila olmaydi. "Siz olib bora olasiz, ammo shunday kiyimdami?" Javob talab qilgan Feruzaning nimani nazarda tutganini tushungan yigit qizlarga 2 daqiqada qaytishini aytib, xonasiga yo'l oldi. Ignidagi rasmiy kiyimni sport uslubiga o'zgartirib qaytdi. Yoqimtoy yuzini yanada yoqimtoylashtirib, sochlari qoshlarigacha tushib qolibdi. Bu ko'rinishiga mahliyo bo'lgan Mahtiya bir muddat yigitga tikilib qoldi. Nafaqat Mahtiya, balki Feruzaning ham xotirasiga Saidning hozirgi ko'rinishi muhrlanib qoldi, unutilmas bo'lib. Juda tez manzilga yetib kelgach, qizlarni hayron qoldirib, Saidni o'zi mashina eshigini ochib berdi. Bu yerda qanday hodisa yuz berishini bilgandi. Balki Said qizlarni olib kelmasmidi? Nochora. Bo'ladigan ishni fol ochib ko'rmagan bo'lsa, baland musiqa sadolari ostida qiz-yigitlar raqs tushgan. Bar oldida ichimlik ichib, mast holda gandiraklab qolgan yoshlarga to'la maskanga kirib borishdi. "Shu yerda turinglar. Men qolganlar qaysi xonada ekanini aniqlab kelaman." Baland musiqa sabab ovozni ko'tarib gapirgan Said bir onda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bir burchakda qolgan 2 qizni o'zi o'zlaridan uzoq bo'lmagan yerdagi odamga tushdi-yu, qo'rquvdan rangi oqarib ketdi. Biri o'tmishdagi ayanchli hayoti sabab tahlikaga tushgan bo'lsa, ikkinchi qiz berilgan topshiriq sababli bezovtalanib qoldi. Odamlar orasida bo'sni ko'rgach, najot topgan singari u tomon qadam bosishdi. "Feruza, Mahtiya." Hayrat bilan qoshlari chimirilib, qizlarning ismini aytdi. 2 qiz ham ko'zlari pirpirab, najot farishtalariga mo'ltirab qoldi. Feruzani ko'zi bilan imo qilgan tomonga qarab, hayrat o'rnini g'azab egalladi bo'sdi. Qo'llari musht bo'lib tugilgan. Asabiylashganidan qoshlari chimirilgan. Mahtiyani Feruza bilan birga panalab, xonalari tomon olib ketdi. Xonani aniqlab qaytgan Saidni yo'qlab, qadrli amaki joni keldi. "Qolaysan, jiyan?" Qo'lini yelkasiga qoqib, yigitni o'zi tomon qaratdi. Yuzida nafrat bilan jilmaygan yigit amakisiga quchoq ochdi. Ko'rishib bo'lishgach, yigit atrofga alanglab qoldi. "Tinchlikmi, jiyan? Namuncha quyonni qidirayotgan bo'ridek har yerga alanglamasang." "Nima ishing bor seni, qari taka?" Ichidagini sirtiga chiqarmay, tabassum bilan tilidan boshqa gap chiqmadi. "Shunchaki bunday joyga anchadan beri kelmagandim. Ko'zim o'rganmadi hali rang-barang chiroqlarga." Ko'zini ishqab yana atrofga ko'z yugurtirgan Said yonidagi odamdan qanday qutulishni o'ylay boshladi. "Seni-ya? Kimsan, Said beyni-ya?" Kulayotib ko'zlaridan chiqqan yoshni sidirib tashlagan erkak yigitning yelkasini qoqdi. "Kim seni bir vaqtlar bunday joyni qiroli bo'lgan deydi?" "O'zingiz aytgandek bir vaqtlar edi." Yelkasidagi qo'lini tushirib, yigit o'tkir nigohini erkakka qaratdi. "Sizga yoqimli hordiq tilagan holda men tark etaman davrangizni." Amakisining stoliga yaqinlashganda ko'zi bir kechalik qo'g'irchoqlarga tushdi va yuzi burishdi. Tezroq bu yerdan ketishni istab so'zladi. Hatto kelgani uchun o'zini haqoratlay boshlagani ham yolg'on emas. "Bir ikkita xonalardan topib berardim, seni mehmon qilgani." Xunuk irshayib yigit ortidan baqirib qoldi amakisi. Aniqlangan xonasi qarshisiga kelib, qizlarni shu yerga kirganini aniqlab, ketishni o'ziga maqsad qildi. Chuqur nafas olib eshikni ochdi, yuzida tabassum bilan. Ammo ko'rgan manzarasi hammasini chil-chil qildi. Xona markazida 2 inson dunyoni unutib,
raqs tushardi, atrofdagilarni unutgan holda. Bir me'yorda tebranib, nigohlar ila so'zlashib.